Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarı sıdık ağacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslahı şekemeğin 23. yıl, 3. ayının 19. günü. Bugünkü vaziyetin ise hürmetlik vatandaş. Cansınca sile bilisle paylaşıp cansınca. Gaga Halkara Cinayet İşler Sotkanlıgisi'nin Prezident Vladimir Putin'e kol geliş doğrusu da düşürgen buyruğu. Bu ameliyatı yanala Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping'e verilgen bişarettir dep gösterdi. Anda işken sebebini güllatin misal keltirgen Runya'nın nazari degen torbetinin aptori Runyan. Bugün video filmi nemi dep isim koydu desiniz vatandaş. Çünkü her saha, her kesip, her xil hizmetler tükeşti. Fakat eş kalganı köz yaş. Köz yaş bugün bu bir xil hizmet türü bulup eş kaldı. Bugünkü vaziyetimiz şu. Endilikki mavzumunda vatandaş sizlerge Xi Jinping Rusya'ya ziyaretke çıkıştım burun. Aksaray oval fikir bayan kıldı. Mavzulu haber 3. ayının 19. günü Venviyet orbiti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Çünkü Kom Partiyası rehberi Xi Jinping halkı alemden közü aldı da. Rusya'nı ziyaret kılıp nöbet yetim kılgan Vladimir Putin Xi Jinping'in qo'llashiga, çünkü Kom Partiyasının harbiy yardımıga, Beijing'in iqtisodiy yordam bilan qo'llashiga hojatmand bo'lib turganda ve belki Xi Jinping ziyoratga chiqish arifasida Amerika Qo'shma Shtatlari avval fikr bayon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat bexatarligi komiteti stratejik aloqa munosabatlarini moslashtiruvchi amaldor John Kirby mundaq ko'rsatdi. Çünkü Belarus'un kun siri yaxshi bo'layotgan munosabatlardan ansiraymiz. Amerika Xi Jinping o'tirib qo'yishi mumkin bo'lgan urush to'xtatish mudofaa urush to'xtatish murojaat namisiga qarshi turdi. Çünkü bunda urush to'xtatish Rossiya tajovuz qilib egallagan zaminlarni e'tirof qilishga barobardir. Moslashtirish amaldori John Kirby mundaq ko'rsatdi. Agar Jungo Kompartiyasi tinchlikda haqiqatan qiziqadigan bo'lsa, Amerika taraf Xi Jinping'ni Ukrayna prezidenti Zelenskiy bilan dialoglashishga rag'batlantirdi. Jungo rahbarlari Ukraynaning bu to'g'ri ko'z qarashlarining nima ekanligini tushunishi lozim. Bundan boshqa Xalqaro jinoiy ishlar sotkanligi 3. ayning 17. günü Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tutish buyrug'i e'lon qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Aksaray günlük bağçısı cevap qaytarib mundaq ko'rsatdi. Mundaq qilishning odil sabablari bor. Yoki normal sabablari bor deb o'ylayman. Masala shu yerdaki xalqaro jinoiy ishlar sotkanligi biz texe e'tirof qilmadik. Lekin men bu xalqaro jinoiy ishlar sotkanligi intayin kuchli ko'z qarashni o'ttirga qo'ydi deb hisoblayman dedi. Muxbir
Vladimir Putin urush jinoyati bilan ayblanishi kerakmi deb savol qo'yganda, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Vladimir Putin haqiqatan urush jinoyat o'tkazdi. Vladimir Putin haqiqatan urush jinoyat o'tkazdi. Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jinoiy ishlar sudligi esa bosh taftishining bildirishlari. Bu birinchi va konkret qadamdir. Yoki konkret tadbirdir. Hozir buni ijro qilish zarur. Demak, Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida Gaaga xalqaro jinoiy ishlar sudligi prezident Vladimir Putinni qo'lga olish buyrug'i tushirdi. Fumio Kishida Yaponiya vaziri nima deydi? Buni ijro qilish zarur deydi. Yaponiya bu ishning taraqqiyotiga intayin qiziqish bilan diqqat qiladi. Germaniya vaziri Olaf Scholz mundaq ko'rsatdi. Men bu to'g'rida ortiq to'xtalmayman. Lekin har qanday bir kishi qonunning va tartibning sirtida qolmaydi. Bu bir turlik intayin muhim xalqaro qonun prinsipidir. Bu taraf hozir barg'ansir ochiq bo'lmoqda. Amerika ovozi radiosi mutaxassislarni naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Urush to'xtatishni taklif qilish orqali Xi Jinping go'yo Vladimir Putinni qutqizib qolishga uriniyotir. Angliya Davlat Mudofaa Ministrligi 18-kuni mundaq ko'rsatdi. Rossiya Dumasi allaqachon qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Hozirgi harbiy vazifa o'tash yosh quram cheklamasini 18 yoshdan 27 yoshgacha deb qo'yilgan cheklamani 21 yoshdan 30 yoshgacha deb o'zgartdi. Bu ish Vladimir Putinning askari elishga aktiv kirishganligini ko'rsatib berdi. O'xshashli bir vaqtda Rossiya matbuotlari mundaq xabar qildi. Rossiya armiyasi 4-oyda 400 ming kishilik askariy qism qabul qildi. Bu orqali harbiy kuchni 50% oshirdi. Nayt aniqki. Endi xabarning davomi nayt aniqki. Vladimir Putinning tajovuzchilikni to'xtatish xiyoli yo'q. Mundaq chog'da Xi Jinpingning Rossiyani ziyorat qilib yetmoqchi bo'lgan maqsadini tushungili bo'lmaydi. Tinchlik degan so'z bilan tushundirgili bo'lmaydi. Rossiyani ziyorat qilish maqsadi nima? Xi Jinpingning tushungili bo'lmaydi. Lekin tinchlik degan so'z bilan tushundirgili bo'lmaydi.